Samarqand shahrida zamonaviy jurnalistikani rivojlantirish markazi tomonidan davlat xizmatlari ommaviy axborot vositalari nigohida raqamli transformatsiyani fuqarolar uchun qanday yoritish kerak mavzusida seminar-trening tashkil etildi. Unda viloyat, tuman va shahar ommaviy axborot vositalari jurnalistlari, mahalliy blogerlar, Telegram kanallar administratorlari hamda hududiy adliya boshqarmalari vakillari ishtirok etdi. Trening davomida ishtirokchilar davlat xizmatlarini zamonaviy va ta'sirchan yoritish, mobil va vizual formatlardan kontent tayyorlash, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish, fact-checking va media etikasi bo'yicha amaliy ko'nikmalarni oshirdi. Mazkur video seminar jarayonida Navoiy viloyatidan ishtirok etgan jurnalistlar tomonidan davlat xizmatlarini zamonaviy va ta'sirchan yoritishga oid mavzusida tayyorlangan bo'lib, unda yoshga doir nafaqadagilar uchun sanatoriylar haqida fikrlar bildirilgan. O'ylaymizki, ushbu video fuqarolarimiz uchun foydali bo'ladi. Samarqand shahar adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi. Kuniga 800 mingga yaqin odam markazda davlat xizmatlaridan foydalanadi. Feruza Qodirova ham ana shu murojaatchilardan biri. U ayni paytda yoshga doir pensiya nafaqasini olmoqda. Fuqarolarga davlat tomonidan berilgan imtiyozdan foydalanib, salomatligini tiklash uchun sanatoriyalarga bepul yo'llanma olishni maqsad qildi. Sanatoriyga yo'llanma olishga kelgandim. Zominga bormoqchiman. Zomin sanatoriyasi emas, bizda cheklangan miqdorda sanatoriyalar mavjud bo'ladi-da. Mana misol tariqasida Buxoro sanatoriyasi, Jizzaxda Jizzax, Namanganda Kosonsoy, Qarshida Qarshi, Samarqandda Marg'ari. Zomin sanatoriyasiga borish uchun ularga borib tashrif buyurib, maslahat kerak. Qodirova Feruza Xolmonina bilan Qashqadaryo viloyatini Qarshi sanatoriyasiga navbatga qo'yildi. Navbatlari esa umumiy respublika bo'yicha hisoblanganda 26572 navbatda tashkil qiladi. Sanatoriyga navbatga turdim. Navbat juda uzoq ekan, 26 o'rinlarda. Bu juda ham ko'p vaqtni talab qiladi. Menimcha 2 yillar bordir. Vaqti noaniqligi yo'qmadi. Feruza Qodirova Zomindagi sanatoriyaga yo'llanma olishni istagan edi, ammo davlat xizmatlariga kelganda bildiki, bu yerda sanatoriyalar uchun cheklovlar bor. Istagan sanatoriyasiga yo'llanma olish mumkin emas. Afsuski, mamlakatimizdagi eng arzon, sharoitlari hamon qadar berilgan sihatgohlargagina yo'llanmalar berilishi mumkin. Unda ham navbatlarning keti juda uzun. Feruza ayni paytda 55 yoshda. 60 yoshda yetib keladimi bu navbat? Sanatoriy bo'yicha olinadigan navbatlar juda ham ko'p. Adliya vazirligi, ya'ni davlat xizmatlari markazi tomonidan faqatgina o'sha ariza yuborish xizmati bilan shug'ullanadi, lekin sanatoriyada qachon joy ochilsa, o'shandagina ularni arizasi ko'rib chiqilishi mumkin. Takliflar adliya vazirligi tomonidan takliflar kiritildi. Demak, adliya xodimlari hali o'z ustida ishlashi, kerakli idoralarga o'z tavsiyalarini, takliflarini bildirishi kerak va bu sohada yangiliklar bo'lishi shart. Albatta, bu video mashq uchun tayyorlangan edi. Lekin davlat xizmatlarida haqiqatan sanatoriy uchun navbatga turdim. Endi qachon navbat keladi? Kutamiz.